Boshlovjon, assalomu alaykum. Misolingiz yaxshimi? Boshlovjon, mana unasini imsan shu duxovkani mana hamma joyini izolyatsiya qilib, orqa kirishkalarigacha qilib, boshqatdan kabellar 380 qo'yib, avtomatlarni mana yangisi bo'lsa, yangisi qo'ydik mana. Ishichalarni oldilarini misol olib bordik, zazorlarini yana mana bunaqangi stoykachalar qo'yib yubordik. Mana ishi zazorlarini olib borib, hammasini joy-joyiga qo'ydik. Endi shunda ham bo'lmasa olib borib bemalol gazini berib ishlating. Faqat buni qimmat chiqqan sabab bilasiz-ku. Rossiyskiy ten shunday qimmat chiqadi-da. Hozir misol mana bu Namanganni 1 kilovatlik tendan qo'yib bersam ham bo'ladi. U ham misol uchun shu pulga tayyor bo'ladi. Lekin pand beradi-da. Bu rossiyskiy tenlar uchun qimmat chiqdi. Biroq shuni akaga tushuntirib qo'ying. Kecha xafa bo'lib qoldilar-da. O'shanga hozir mana boshqatdan hammasini oddiy taxladi, ya'ni kabi avtomatlarni ham yaxshisini qo'ydik. U boshqatdan qilib chiqdi-da, ichlarigacha misol. Bu ichlarida ham kamchiligi qolmadi. Nimalardir kamchiliklari bo'lsa, aytadilar mana. Xohlasangiz o'ziga tashlab yuboring.